Trader, sen foydaga chiqa olmayapsanmi? Bu videoni ko'rsang, aniq foydaga chiqasan. Meni kuzatayotgan traderlar diqqatiga, ya'ni bilasizlar, biz katta sayt ustida ish olib borayotgandik. O'sha saytimizda tayyor bo'ldi. Ya'ni saytimiz bilan qisqacha tanishib o'tib ketamiz. Eng asosiysi, ya'ni AI tahlil bor. AI tahlil nimaligini hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Ya'ni dashbord bo'ladi. Bu dashbord nima? Xohlagan, ya'ni paralleldagi bozorga kirish imkoniyatini beradi. Forex deysizlarmi, kripto deysizlarmi, metal deysizlarmi, spot yo'nalishimi, xohlagan parallelda grafik ham ko'rinib turadi. Men misol uchun metalda savdo qilaman. Xo'p, metalni ochyapti, ya'ni grafikni ochyapti. Oltin 5075 ta turibdi hozirgi holatda. Ya'ni biz buni AI tahlilga tashlab turib analiz qilishimiz kerak. Qanaqa bo'ladi? Olamiz, mana bunaqa joy chiqadi. Saqlanib qilamiz. Ya'ni уже mana ko'rasizlar, saqlanib bo'ldi. Endi biz AI tahlilimizga kiramiz. AI tahlilda sizlar istagan strategiyalar bor. Misol uchun ICT, SNR, Fibonacci, order block, siz qaysi strategiyaga ishonasiz? O'sha strategiya bo'yicha, ya'ni analiz beradi, necha foiz chiqarib beradi, necha foiz kirish kerak, necha foiz chiqish kerak, hammasini ko'rsatib beradi. O'zining ichida maslahatlari ham bor. Xo'p, endi hozir faylni olamiz. Faylga olganimizda mana bu holatni ko'rsanglar bo'ladi. Hozir sketchat qilib oldik. Endi bunga kiramiz. Xo'p, mana grafik, sketchat qilgan grafikimizni, skrinshotimizni ekranga joylashdi. Bu yerda, ya'ni qaysi yo'nalishda tanlaymiz. Men o'zim faqat CCL indikatoriga ishonaman. CCL indikator bo'yicha analiz qilamiz. Riski bor, psixologiyasi bor, maslahatlar bor. Bular bo'yicha saytga o'tsanglar, saytimizda, YouTube kanalimizda to'liq obzorni qilib berganmiz saytimizni. AI tahlilni boshlaymiz. Xo'p, endi AI tahlil bu yerda hozir tahlil qilishni boshlayapti. Xohlagan strategiyalar aytganim bo'yicha, strategiya bo'yicha tahlil qilib beradi. Ozgina kutishimiz kerak bo'ladi. AI tahlil